Men ro'zaman. Ro'za ayında musulmonning ko'nglini değmedi. Lishni gap aytmaydi. Bir narsani tushun. Ro'za ayında fakat ro'za tutiladi. Bo'lgani boshqa bayram yo'q. Sen 8 martning ro'za ayini doğru gap qildi. Shuning uchun doğru tushunasan. Oho. Yaxshi ro'za bo'lsangiz. Ro'zada podarka bermaslikdan yeri yo'q-ku. Men ro'zaman. Nomahram bilan uchrashishga haqqim yo'q. Birovni qizi bilan, begonani qizi bilan men uchrashishga haqqim yo'q, ko'rishga haqqim yo'q. Men ro'zaman. Bo'ldesa umuman telefonam urmang, gittim men uyime, gecha qoldim, borishim kerak.